Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yakkasaroy City Mall novostroykasidan 3 xonali 75 kvadratli, yana 5 kvadrat balkoni ham bor. Xonadonni arzon qilib ko'rsatamiz. Xo'p, bizning kirovich qismimiz, etajimiz esa 3-etajda joylashgan. Mana to'pli pollarimiz sistemasi bor va birinchi bo'lib sanuzelni ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirishingizda o'ng tarafingizda mana shu sanuzelimiz joylashgan. Barcha nima xohlasanglar, mebel, texnika, hamma narsasi bor. Bu yoqdan esa mehmonxona o'rnida foydalanasiz. Mana kattagina plazma televizorlarimiz, kaminlarimiz bor va mana bu mebelimiz, yumshoq mebelimizni qarang, qanaqa ajoyib qilib ishlangan. Mana bu katta spani ham bo'ladi. Keling endi oshxona qismimizga. Oshxona qismimizda 4 talik hozircha stol stul qilingan, mana 6 talik stol stul ham bo'ladi. Gaz plitalarimiz, duxovkalarimiz, mikrovolnovkalarimiz va bu yoqda esa bizni xolodilnigimiz joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Keling endi sizlar bilan spalniga kiramiz. Uyimizda 100% to'pli pollarimiz bor. Bu yoqda esa bizning spalni qismimiz joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli spalnilari, kartinkalari, bu yoqda shkoflari, ayollarimiz uchun komodlari va bu yoqda yana o'sha Samsung televizorlarimiz o'rnatilgan. Endi yana bitta xonamizni ko'rsatib o'taman. Qaranglar, zalimizning mebellari ham mana patologgacha qilib juda ham chiroyli qilingan. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqda bitta detskiy xona o'rnida foydalansangiz ham bo'ladi. Kravatlar qo'yilmagan. Bu yoqda oynali zonasi va o'zining bu yoqda shkoflari bor. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 125 ming AQSh dollarida yana joyida ozgincha sunnatiga o'tib beradi. Sizlar bilan Muqbil Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.